Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglarmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hech buni tishga o'rgana olmayapman. Osh pishdimi? Yo'q, hali pishgani yo'q. Endi shuni yozmoqchi edim. Nimani? Привет из Крыма. Привет. Sabrina xabar olib turinini misininikininigije. Kiniminikisinikini nima degani? Tish qildirib oldingizmi? Yo'q, hali seshanba kuni qo'yadi. Bu vaqtinchaligi. Это где-то 4 kunga vaqtinchalik qo'ydirdim. Keyin уже bir yo'l qo'yadi. Surxondaryodan salom. Surxondaryoga salom. Qalaysiz opa? Yaxshi, rahmat. Motivatsiya berishda zo'rsiz. Да, конечно, salom motivatsiya. Ko'rdingiz, bесплатно motivatsiya beraman. Tushingizni ko'rsating. Tushingizni ko'rsating. Tushimmi? Qanday sizga ko'rsataman tushimmi? Или tishimmi? Tishimni. Menga bitta bola ursa qarovatda. Shunaqa gaplar. Tish bilan qilgan hazillaringizga kulov urib, ichaklarim aylanib ketdi. Maza qilib kuling dedim-da. Dugonalarim aytadi, uyalmaysizmi? Qo'ymang deydi. Keyin chiroyli qilgandan keyin qo'yasiz deydi. Nimadan uyalaman dedim. Ves Instagram meni biladi dedim. Yaxshi. Bormisiz, odam sizni sog'inib ketdi. Sog'inib yig'lagim keldi. Jasmin Trans kelmadingiz. La la lam deng. Barmog'ingizga nima bo'ldi? Salat qilamiz deb qizlar anaqa olishuvdali. Unda ezib to'rg'aydigan bor-ku. Tiqish olmayotdi, beringlar bu yoqqa deb bunday tiqaman desam qo'lim g'arch etib kesib olsa-da. Расскажите, пожалуйста, как жить в Турции? Дорого, дорогие ли квартиры? Уровень жизни какой? Расскажите нам немного про Турцию. В Турции все дорого. Квартиры очень дорогие. Где-то двухкомнатная квартира, где-то, на нашей стороне, европейской стороне, а со стороны Аксарай, там дешевле. В нашей стране очень дорого стоят квартиры. От $1500. Мы 2 квартиры в этом апартаменте снимаем. Здесь 3-этажный, 3 комнаты. У меня 2-этажный, 2 комнаты. Там общий $3300 to'laymiz oyiga. Общий $3300 oyiga to'laymiz. Почему переехали из России в Турцию? В России очень сложно стало за границу выезжать. Отдыхать, улетать, выезжать, проверяют, откуда столько сумма у тебя, откуда денег, где ты работаешь. Вот так проверяет все подряд. Все. И невозможно выезжать и заезжать. Очень трудно. Я хочу каждый месяц уезжать за границу. Сейчас визу делаю, Англию. А потом мультивизу делаю в Европу. Мне каждый раз выезжать, приезжать очень трудно стало. Кем вы работаете? Дояркой работаю, дояркой. Ko'kosh yaxshimikan? Ha, bugun ertalab gaplashdik, juda ham zo'r ekan. Toshkentga qachon kelasiz? Hozir operatsiyalarim bor. Yaqinda liposaksiya qildiraman. Endi tish qildirdim. Tish o'lgur juda ham qimmat bu yerda, bilasizlarmi? Tish просто пиздец космические цены. Прям
Men oxirgi variantini qildirdim. Mana yaqinda chiqqan variantini yanvarda chiqibdi. Yangi tish yaltiraydi, oldi tishi прям yaltiraydi. Oppoq, eng белый, вот такой белый заказала. Где-то $9800 bo'ldi. Очень интересно вас послушать. Вы молодец. Всегда есть мнение. Очень нравятся такие люди. Спасибо. O'zimni tishim prosta orqa tishim tushib qolgan edi, ikkita implant qo'ydirib, unga ham tish qo'ydirib, shunaqa qildim, короче. Больница стоматология очень qimmat u yerda, juda ham qimmat ekan. Da. Ну, oxirgi situatsiyadan keyin men qo'rqib qoldim boshqa joyda qildirgani ham даже. Nimaga direktizga yozib bo'lmayapti? Endi hali pul so'raydiganlar jonimdan to'ydirgancha yozib bo'lmagan qilib qo'ydim. Tilamchilar juda ham ko'payib ketdi, juda ham haddan tashqari. Implant nech pulga qo'yyapti? 250 tishsiz только implantni o'zi. S vami не скучно. Salom Jasmin opa, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Sayın Tailandga qachon borasiz? Yaqinda ketamiz. Qizlar dokumentini kutyapmiz. 2 kishiniki qoldi. 2 kishi mana kimlik olsa, ketamiz shu bilan. Vinir nech pul ekan? 200, 300 qancha ham. Qo'lingizga nima bo'ldi? Kesib oldim jichcha. Hecham qo'limni kesmasdim, umrimda kesmadim. Kesib oldim. Nega Moskvadan ketdingiz? Da hozir aytib berdim-ku, tuparilla ya. Hozir aytib berdim-ku, ibanashka. Qayta gapiraverami? Tupaya dura. Sikivarding o'zi, ongi pas. Sevaman opa, atalqa olib qo'yganmisiz yo'q? Otalikka olib qo'yganmisiz yoki yo'q? Nimani atalikka olib qo'yaman? Nimani? Jasmin, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Assalomu rahmat. Men ham sizni juda ham yaxshi ko'raman. Joy chiqsa erga ham berib yuboraman sizni ham. Joy chiqsa erga ham beraman sizni ham. Jasmin, lучше спасибо. Aytganingiz yo'q-ku hali. Aytganingiz yo'q hali dedi. Assalomu alaykum. Instagram xalqlar do'stligi saroyi. Nega Nihol opa, это была реклама, говорит про клиника. Ну, она много чего говорит. Она много чего говорит. Не обращайте внимания. Она много чего говорит. Имплант O'zbekistonda ham. Yo'q. Men qildirayotgan juda qimmatroq. Minimum $250. Men bilan gaplashasizlarmi? Siz bilan ham gaplashasizlarmi? Tak. Ko'zlaringiz chiroyli bo'pti. Da gapirmang, juda ham go'zal bo'ldi. Xurshid opa kelyapti 20-kuni. Jichcha ozgina skulu qildiraman, ozgina, прям вот так. Потом сделаю новые процедуры, какие-то уколы, go'zallik ukollari. Go'zal ayol bo'laman. Menga bormi er yo'q, sizdaqalarga er yo'q. Oldinlari yomon fikrda dedim sizni xizmida ko'zimni ko'rib. Rahmat asalim. Bugun aeroportga chiqqanman. O'rtog'im, xorazmlik o'rtog'im kelyapti Angliyadan. Uni kutib olgani chiqaman. Shuning uchun hozir qizlar generalniy uborkaga chiqib ketishdi. Ha, menga domrabotnitsa kerak odamlar. Lichkamga yozinglar, katta profilimni lichkasiga yozinglar. Menga srochno domrabotnitsa kerak. Dazmollash, uylarda uborka qilish. Har bitta uborkadan $100 beraman. Через день chaqiraman. $100 deyman. $70 beraman. No, lirda 2000. Короче, har kuni 2 etajli uy, kichkina xona. Короче, har doim top-toza, просто tozalab, changlarni artib ketish kerak, kiyimlarni dazmollab, короче, ishga olaman uborishsa. Hatto bittasini oldik, rahm qilman unga, mana uni dugonasini oldik. Rahm qilma yetim tepar ketingga qilib.
Mashetdan qildi o'zi ham. Dardini hijron qilib butun dunyoga. Rost-a? Зарядкадami? Зарядка yo'q, shu bilan yo'q bo'lib ketdi. Стоит. Да. Где на кухне? А? Лишняя зарядка стоит? Да. Bo'ldi. Bo'ldi. Yo'l kiramga ham pul yo'q, yo'l kiramga ham pul yo'q dedi, rahmimiz kelib oluvdik. Umuman bo'lmag'ir qiz ekan, hammani boshini ortib yubordi. Dardini aytaverib. Привет из Анкары, здравствуйте. Yaxshimisizlar? 70 kam emasmi? $70 kam deydi. Nima? Уборкаga. Turkiyada 1300 berishadi. O'shida? Kuniga. Men 2000 dan beraman. Yana bitta tepa, bir xonani уборка. Bitta xona pastga men umuman tushmayman. Past гостиный, u yoqqa asobi tushmayman ham. Ha, boring, asha qimmatroq joydan topib oling bo'lmasam. Generalniy уборкаga 3000 beraman haftada bir marta. Qolgan kunlari har kuni 2000 dan. Это очень нормально. Что ты говоришь? To'g'ri, sen oxirgi. Nihol yomon bo'ldimi? Nega yomon bo'ladi? Dugonam-ku nima yomon bo'ladi? Yo'qol, intrigachi, aptini qarab, beting tovoqdek bo'lib yana intriga qilasan bu yerda. Tillalaringizni menga meros qilib keting. Qo'tog'imni sizga meros qilib ketaman, Feruza. Sho'rva qilib, ichib yotasiz. Olib qo'y, qaynat bo'lganingizdan keyin olib qo'yib, bankaga solib qo'yib, yana qaynatayotganingizni solib yeysiz, oilaviy jamiyatga qo'shib. Я против мата, я ваш мат слушаю, говорит, кайфово, говорит. Siz nima ish qilasiz? Men tayyorgarlik qilaman, sog'aman. Intrigachilar sikib yuboradi, intriga расследование qilishib. Nima gaplar, nima so'zlar, nima yangiliklar? Meni ham o'qing, opa. Keling, o'qib qo'yaman. Yo'q, hozir tishim og'riyapti, o'qolmayman. Nimaga Turkiyada yashaysizmi endi? Nima edi? Qayerdan uy bermoqchisiz? Boraman. Davron? Kichkina cho'choq Davron. Qayerdan uy berasan, ko'chib boraman. Любой davlatga ayt. Salom, yor. Kimlar sog'asi nima edi? Senga sog'dirtirmaydi baribir. Amin kir seni. Collagen içip turibsizmi? Ha, collagen Supradin каждый день как обряд для меня. Bo'ldimi, tugadimi sizga? Opa, yaxshimisiz? Yaxshi. Turkiyada 30 eng ko'p berishadi tozalashga. To'ppa-to'g'ri, men $70 beryapman. Bir xona, pastdagi xonani umuman tushmayman ham. Очень редко гости приезжают ко мне. Так что там всегда чистота. Jasmin, sizni hurmat qilaman. Rahmat, assalom. Tish nechi kunda bitar ekan? Вторник kuni уже все. Kiydirib qo'yishadi уже. Qanaqa collagen ichasiz? Endi ko'rsasam reklama bo'lib qoladi. Endi Rossiyaga bormaysan? Boraman. Uyim bor-ku, boraman. Jasmin, не делай добра, не получишь зла. To'ppa-to'g'ri. Gapingiz to'ppa-to'g'ri lekin. Angrendan salom, Angrenga salom. Hurmat qilaman, rahmat. Jasmin, omad, rahmat, assalom, rahmat. Привет вам из Янги Юля. Мы с подругами вас любим и постоянно смотрим. Спасибо. Collageningizni ko'rsating iltimos. Men ko'rsata olmayman-da.
Malaka Jasmin opa faqat yaxshilik qilasiz. Jasmin opa sizni hurmat qilaman. Rahmat. Xorazmdan salom. Assalomu alaykum. Bugun xorazmlik bola keladi. Angliyadan uchib kelyapti. Sizlarda известный blogerlar kutib olgani chiqaman hozir aeroportga. Peterdan salom, Peterga salom. Samarqanddan salom, Samarqandga salom. Buxorodan bola vafli etil. Привет из Sharmal ey Sheikh. Привет. Qizlarimiz bugun cho'miltirdik. Bokira ayollar bo'lishdi. Qizim ko'chaga chiqib, va qonni zagar bo'lib ketdi qizim. Optodi yotaverib. Samarqanddan salom. Turkiyadan temani etin qanaqa quyav ko'rdingizmi? Turkiyadagi temani etin qaynona kuyov. Ha, men ham ko'rdim. Uyalmaysanmi? Yo'q deydi. Nimaga uyalishim kerak deydi. Endi kelindi ko'rdinglar, pismiq ming'ir ekan. Sikkisi ham kelmaganda bola bechorani. Kampirni yomon berib qo'ysa kerak-da. Yaxshi bersa kerak-da, qaranglar qochib ketdi. Hamma sizdan pul so'raydi, ko'z tegmasin. Voy jonimdan to'yib ketdim. Ana dugonam telefonlarga javob beradigan dugonim tomi ketib qoldi. Vashshit odamlarda 100 marta aytsam ham baribir ham yozib yotishibdi. Qayerda tug'ilgansiz asli Moskvadami yo'q? Andijon viloyati Ulug'nor tumani Ulug'bek ko'chasi 4-uyda istiqomat qilganman. Привет, Jasmin, Turkiyada yashashga или Питер посоветуете? Россия для меня умерла. Прям в этом году, в 2024 году, Россия окончательно умерла. Прям вообще. Для меня Россия больше не существует. Пока Путин не умрет, для меня уж все. Не существует Россия. Tekin narsani yaxshi ko'radi odamlardan. Kelgindilarga Rossiyada yashash juda ham qiyin. Xo'ch rossiyskiy гражданствоingiz bo'lsa ham juda ham qiyin, haddan tashqari qiyin. Kelaveradi, olib ketaveradi, tekshiraveradi. Xo'ch patentingiz bo'lsa ham, rossiyskiy гражданствоingiz bo'lsa ham. Bilin, Rossiyada больницада ishlardim. O'zbeklar, tojiklar, turklar, qirg'izlar uchun больницада. Ishonasizlarmi, shunaqa ko'p обращение bo'lardi, bir kunda bir 100 ta 200 ta yordam beringlar, bizni qamab qo'ydi. Уже advokatlarga ham napadение boshlandi уже. Yordam beradigan advokatlarga ham napadение bo'lyapti. Вас как Наргиз не пустит? Меня тошнит. Вспоминаю о России, меня тошнит уже. Реально тошнит уже. Andijonga kelib turasizmi? Ha, конечно. Sabrini yo'q bo'lib ketdi, rahmatim yetmadi. Endi odamni o'ziga bog'liqda, endi odamda o'zida bo'lish kerak-ku, rahmat aytadimi, yo'qmi? Endi majburlamayman-ku. Я поддерживаю Украину. Я tarafdor Евросоюз. Debилizm. Ha? Они debилizm. Da. To'ppa-to'g'ri. Hozir Rossiyada biznes ham ocha olmaysiz. Biznes ocha olmaysiz, pul topa olmaysiz. Har bitta biznesingizni ko'tin teshigacha tekshiradi-da, yoqib qolsa olib qo'yadi. Nima keragi bor? Meni tanishlarimning bizneslari bor edi. Qo'lida 30 ta 40 ta odam ishlardi. Видно жительстволari bor edi, kirgizdirishmadi. Biznesini sotib ketishdi. O'zbek bolalar bor edi, magazinlari bor, kiyim magazinlari bor, qancha meni tanishlarim bor edi. Hammasini deport qilib, dokumentlari bo'lsa ham. Podozrение на терроризм deb. Yaxshi bolalar edi, namozxon yaxshi bolalar edi. Ko'ryapsizlar bizni o'zbeklarni, tojiklarni qanaqa qilib uryapti, patent olgani borgan joyda ham. Turkiyada nega miting bo'lyapti? Tugadi-yu, miting allaqachon, уже 1 oy bo'lyapti, miting tugadi-yu. Nima? Yoqdimi?
Видишь, я все дом. Все, хлор же неделю 10 раз купила. Что пьешь, что ли? Ne unaqa endi tomi ketyapti odamlarni. Atvilkach qilish kerak-ku, urush bo'lyapti-yu, odamlar o'lyapti-yu. Endi hammasi patriotmiz, biz Rossiyani deymiz, Rossiya veliki, unaqa deb odamlarni atvilkach qilyapti. Odamlar o'lgani ko'zga ko'rinmasin deb ichkarida politika qilyapti-da, Rossiyaning ichida. Чтобы odamlar e'tibor bermasin, odamlar rossiyaliklar o'layotganiga deb. Bizi bolalarni ataylab ushlab ketyapti, urushga jo'natish uchun. O'zbek bolalarni, tojik bolalarni ataylab ushlab ketishyapti. Dokumenti bo'lsa ham, hamma yo'g'i bo'lsa ham grajdanstvo beramiz, pul beramiz, 200 mingdan topasan deb ataylab urushga olib ketish uchun, shuning uchun ushlashyapti ularni hammasini. Salom. Rossiya o'ldi-chi уже migrantlar uchun-da. Normalno, spokойно yashab yursangiz ham, hamma yo'g'ingiz go'zal bo'lsa ham, dokumentlaringiz shikarna bo'lsa ham, spokойно yashab yurgan bo'lsangiz ham olib ketadi. Men o'zim yakka yashayman, hech qanaqa nezakonniy narsa qilmayman. O'zimni uyimga registratsiya bo'lganman, patent, dokument hamma yo'g'im chotki. Все равно kelardi. Har kuni kelib bir 50 ming bermasangiz qo'yib yubormasdi. Baribir olib ketib 3 kun ushlab o'tirib tekshirishimiz kerak dokumentingni tekshirishimiz kerak. Da, sikilib ketdim realno. O'z uyimda jonajon, begona degman, onajon deydi-yu. Ha, turib turursan hozir. Ha, pishdimi? Osh pishdimi? Osh pishibdi. Hammaga xayr, sevaman, osh pishdi. Biz osh yeymiz. Hammanglarni qattiq sevaman. Videoni zapis qilib olayotganlar, zapis ekrani qilib olayotganlar. Primoy efirda zapis qilmanglar, sikvor deylar уже реально. Kesib, как o'roqda yo'q, ketmonda yo'q joydan qo'yib, sikvor deylar уже. Kesib olmanglar, sikvor deylar primoy efirda kesib. Sevaman sizlarni, muhabbat sizlar tark etmasin.